Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan yangi FC Mobile o'yinchisi Prime bo'ladi. Bugun sizlar bilan akkauntimiz obzori hamda hozir Ibrahimovichga kirib ketdi. Chiqamiz. Toti draftlardan 10 ta yig'ib qo'yaman. O'shani ham ochib ko'ramiz. Hozir qani bo'lmasa sekin ochaveramiz. Meni o'ylantirayotgan savol, buni ochaymi ekan yo Ronaldo'lardan ekan? Mana foizlarni ko'rsak, qancha bir xil ekan. Qani bismillahir-rohmanir-rohim, bizga Donnarumma kerak. Oppa bosdik. Yaxshi o'yinchi shunda. Oy, dahshat yo'q ketdi. Yangi o'yinchi bor. Oy, Gullit! Do'stlar, Gullit ishladik. Voy do'stlar, omad! Dahshat katta omad keldi. Voy do'stlar! Voy! Voy! Do'stlar! Sastavim shu edi. Gullit ishladik do'stlar, Gullitni. Обязательно shu Gullit uchun like va obuna bosib ketinglar do'stlar. Endi xudo xolasa mana shu payshanba Toti kelar ekan, uni ham open pack qilib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi ishlaymiz degan umiddaman. Do'stlar, Gullit ishladik-a. Voy!